Dovudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov. Gece gündüz gözüm giyiyor yoluna. Qarda olib 4 ta ashulani aytib xumordan chiqadi. Şak 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 şakıldakından Bo'ldi ustoz azam. Otning aytgan chiqqay axir. Ayta qo'ysang, men aytib o'tirishim shart o'zi. Yar topşar vaktin geldi tur bibican tur indi. Judayam ilmli san'atkor edi. Nazmda ham juda yoshligimdan o'zi qiziqishi bo'lgan. Rivoyalar to'plami arab alifbosida nashr etilgan ekan. Mansabga qolaversa unvonga hech qachon qiziqmaganmiz. Lekin birorta bir odam shu Rahmatjon Qurbonovni bir yetirib qo'ygan yerda sal yakinam ijro qilib bilmadi. Bir yigitga 2 marta hayot berilganda ham Rahmatjon qilib ketgandek ishlarni qila olmasa kerak. Inson tirikligi jismi bilan emas, 1000 yilning mezoni qolsa yaxshi nom. O'shal damlar mahalla telekanalida o'tkazib yubormang.